أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sağlıktaşlar bugün kitabımızdaki 31. derse geldik. El-Dersul Hadi ve Thalathun. 3. fasli El-Tezkir ve Te'nis. Yani biz bugün okumakçı olan mezmun. Biz kitabımızın mezmunundan baştan dep gelsek, biz kitabımızı isim, feil, harf dep üçge bölüp, isimni el-ismul mu'rab ve el-ismul mebni dep ikkiga bölgen. El-ismul mu'rabda merfuat, mensubat, mecrurat dep üçge böldük. Merfuat 8, mensubat 12, mecrurat 2 oldu. Mebni isimlarni 8 türge böldük. 8 türge bölüp biz aldığın derslerde mebniden farık olgan. Farık olgandan keyin biz kitabımızın birinci kısmı isim degan babninki, isim degan kısmınınki xatimiz hikayen. Kitabımızın isim degan birinci kısmınınki xatimizde biz mu'rab mebnilik bilen meselesi yok. Ama isim o münasebetlik bir kısım meselelerini o'qib o'tmoqchi bo'lgan. Masalan, sanla masalan, oldingi darslarda so'zlab o'tgandek. Va shuni qarta ma'rifi nakirlar masalan shunga munosabatlik. Shu masalani so'zlab o'tgan. Shuningki 3-chi kichik bobi, ya'ni 3-chi paragrafi at-tazkir va at-ta'nis. Ya'ni arab tilininki boshqa tilga o'xshamaydigan bir alohidlik tarafidan birisi narsalarga yani sözlerge muamele qilgan vaqtida jumla qurilmalarida erlik va ayollik deb ayirib muomala qiladi. Hatto fe'llarda o'zgarish bo'ladi, ayollik bilan erlikda, sifatlarda o'zgarish bo'ladi, erlik bilan ayollikda, hatto almash, ko'rsatish almash, undan keyin ism nisbiy ismlar, mavsullar masalan qatorliq umumiy cümlenin kurulmasında asasen ayollikdan nima bo'ladi, o'zgarish bo'ladi. Shunga chiqanda arab tili o'rgangan odamninki bilib deyishlik bir muhim nokta qanday qismlar erlik ismlar hisoblanadi, qanday qismlar ayollik ismlar hisoblanadi. Mushu nuqtalar alohida muhim nuqtalar hisob. Chunki shunda bir sözning erlik ayolliqqa farq etilmaganida mushu so'z tarkibiga ilingan jumlalarning hammasida xatolik yuz beradi. Hatto uning akiladigan agar so'z mubtado bo'lib qolsa, akiladigan xabarda xatolik yuz beradi erlik ayollik masalasida. Agar jumla fe'llik jumla bo'lib qolsa, shu so'zga keltiriladigan fe'lda xatolik yuz beradi. Shu so'zga keltiriladigan sifatda xatolik yuz beradi. Almashda xatolik yuz beradi. Erlik ayollik masalasi arab tili qurilmalarida muhim qurilmalarning birisi. Shunga bugungi darsimiz yani 31. ders 3. fasli yani isim degan birinci kitapның birinci qisminiki xatimizning 3. faslisi at-tazkir va at-ta'nis, erlik ayollik masalasi. Amaliyatni tushunib olsak, bak qiyin masala mu emas. Avtor deyotdi: "Al-ismu imma muzakkarun va imma muannasun." İsim ya muzakkar ya muannas bo'ladi. Arab tilidagi har qanday ism ya muzakkarga tava yoki hatto jonsiz andiliqi bizning tushunchimizda odatda jonliq narsalar va erlik ayollik erkak kishi deb masalan ayriladi. Odam bo'lsa ayol, hayvonlar bo'lib qolsa erkak kishi deb ayriladi endi. Ammo arab tilida hatto jonsiz narsalarni ism degandan keyin hamma o'ziga oldi emasmi? Hamma narsani erlik va ayollik deb muomala qiladi. Ko'z oldimizga kelgan shunda oq qog'oz ustidagi qora siyohlik xatdagi ismga tava har qanday so'z turkumini ya er deb muomala qilamiz. Jumlada butun qurilmalar shu bo'yicha keladi. Ya ayollik deb muomala qilamiz. Butun o'zgarishlar shunga qarab o'zgaradi. Shunga har qanday ism ya muzakkar ism tarkibida muzakkar emas, muannas emas ism yo'q. Mayli nima bo'lib ketsin. Endi odatda arab tilida muannas muzakkarlikka ini qo'nmagan narsalar, masalan, jonsiz narsalar. Ondan keyin so'zning tarkibida ayollikni ifodalaydigan oshkor belgilar yo'q narsalarning hammani muzakkar deb qata qoladi. Unda o'g'anda mush nuqtadan tushunsak, butun so'zlarni sirishtirsak, muannas azroq, muzakkar ko'proq bo'ladi. Shu nuqtadan biz avval muannasni tushunib olamiz. Muannasni tushunib olib, muannasning ifodalari tepilmagan har qanday so'zni muzakkar deb muomala qilsak bo'ladi. Shunga gapni nereden başlayamiz? Muannasdan. Abdurda aytadi: "Vel muannas." Muannas deganimiz
ma fihi alametut ta'nis labzan aw taqdiran. Muannas deganimiz shuningda ayollikning alomati degan gap ayollikning ifodasi tepiladi, ya labzan tepiladi yoki yushrun tepiladi. Taqdiran degan yushrun tepiladi. Muzakkar dal ashunun qarshisidagi mushaqil muannaslikning ifodasi tepilmagan har qanday so'zning hammasi muzakkar bo'laveradi. Anda o'z kelayli muannaslikning alomati qaysilar desa, muannasning alomati tuvandagi bir necha alomat. Shuni orqali tushunib olsak bo'ladi. Birinchisi ta. Masalan, Fatima'dagi ta. Mushu ta'la mayli ismni kelsin, sifatni kelsin, mushu ta tepilib qolgan har qanday ismni muannas shaklda qana qilsak bo'ladi, muomala qilsak bo'ladi. Ikkinchisi alifi maqsura, hublaga o'xshash. Bizlarga g'ayri munsiribni so'zlagan vaqtimizda ta'nisning alifi, ya'ni maqsur va mamdud deb ikki xil alifni ta'nislikning o'rnida turadi, ta'nislikni ifodalaydi. Shu vaqtda bu to'g'riliq azroq gap qilgandek ismda. Üçüncüsü memdudning alifi, hamroa, safra degandek. Mavlaning hammasi muannaslikning nimasi hisoblanadi? Labzivi, bunda labzan degani ko'zilan ko'g'ildigan alomatlari hisoblanadi. Endi abtur davotida muannaslikning alomatlaridan yushrun keltirildigini faqat ta, alif bilan memdud maqsur ishga alif yushrun kelmaydi. Ta yushrun keladigan oshkor ta yo'q demakchi. Ta'ning yushrun bo'lganligining dalili tasg'ir qilgan vaqtda ta'ning qaytib. Ba'zi so'zlar bor labzda hech qanday muannaslikning alomati yo'q. Muannaslikning alomati yo'q. Ammo uni shunda tasg'irga aylantirsak, arab tilidagi so'zlarni kichiklaytiradigan bir qoida bor, tasg'ir deb qo'yamiz. Shunda kichik holatiga aylantirsak, ta paydo bo'ladi. Shuni qarablam, ma so'zning tarkibidami ayollikning ta'siri yushrun ekan deb turib, shunda muomala qilamiz. Buni mavla muannaslikning labziy nimalari alomatlari hisoblanadi. Masalan, ard desa, odatda kichik tasg'ir qilsak, urayda chiqadi. Dar desa, duvayra chiqadi. Bayd desa, buvayza chiqadi. Masalan, mushu tasg'ir qilingan holatdagi taga qarab turib, biz tasg'ir qilinmagan holatlardagi hech qanday bir ya labzi ta yo'q, ya alif yo'q yoki alif maqsur yoki mamdud bo'lmasimi muannas deb muomala qilaveramiz shularni. Endi o'quvchilarimizga mishada deb qo'ydigan bir gap, yuqoridagi ta, alif, mayli mamdud olsun, maqsur olsun yoki yushrun ta olsun, hammasi so'zningki muannas bo'lish bo'lmasa munosabatsiz. Muannas bo'lsin bo'ldi, bo'lmasin bo'ldi, shu alomatni bilib qolsa muannas davrimiz. Endi bir bilik ismlar bor, bir bilik so'zlar bor. Ma'nosi amaliy muannasni ifodalaydi. Masalan, Zaynab desak, labzida ya ta yo'q, ya alif yo'q, hech nima yo'q. Lekin bu qizning ismi, bir qizvalning ismi masalan. Bunda bo'lib qolsa, buni o'xshashlar davrimiz muannas davrimiz. Aql muannas deb qo'shing. Ammo davat qilin aqldinmi ayrimroq muannaslarning gapi. Abtur davatida muannas ikkiga bo'linadi, ya haqiqiy bo'ladi, ya majoziy. Haqiqiy deganimiz uning qarshisida hayvonda erkak o'g'indigini, er ayol deb ayriladi, ma haqiqiy. İmro'anaga o'xshash. Va illa agar erkak kishi deb ayrilmasa, masalan, jonsiz narsalar erkak kishi emas, kitob erkak kishi emas, masalan, ma ustal erkak kishi emas. Mundaq narsalar bo'lib qolsa, bu muannas majoziy bo'ladi, haqiqiyning xilofi bilan. Masalan, zulma ayn desa, ayni muannas deb muomala qilamiz, zulmatni muannas deb muomala qilamiz, lekin ular erkak kishi emas hamda. Shamsni muannas deb muomala qilamiz, bu amaliy erkak kishi deb ayrilgan narsa emas. Buni biz majoziy muannas deymiz. Mushu xildagi muannaslarning hammasi o'xshashlar, muannas deb muomala qilinib jumlada keltirilgan butun qurilmalar shunga mos shaklda keltirilsa bo'ladi. Tamam, endi pilla biz bir gap bilan alohida bayatni ta'kidlayapman. Bir so'z muannas bo'ldi degan gap, shu so'z kelib qolgan jumladagi pildan tortib sifatdan tortib, shu so'zga qaytilgan damirdan tortib hammasi o'zgartiriladi. Buning ichidagi sifat, damirlar va qiyin emas. Am pil masalasiga kelsak, muannas haqiqiy bo'lib qolsa pilning ahvoli boshqacha, g'ayri haqiqiy bo'lib qolsa boshqacha, o'tirgan fasl tushib qolsa boshqacha, pildan paylan o'tirgan fasl tushimiz boshqacha. Bu ahvollarni biz paylanning bayonida muannas haqiqiy bo'lgan vaqtda pil qanday keltiriladi, muannas g'ayri haqiqiy bo'lsa qanday keltiriladi, o'tirgan fasl tushib qanday keltiriladi, fasl tushimiz qanday keltiriladi, bu ahvollarni bilan so'zlab bo'ldik. Shunga olib turdi o'tdi. Va qad arafta ahkam al-fi'li idha usnida ila muannas. Fi'l muannasga bog'langan vaqtida fi'lning ahkomlarini sen bilib bo'lding, fala nu'iduha. Bu yerda uni qaytlab o'tmaymiz deydi.
Sonra 3-cü fəslinin məsələsi axırlaşdı. Əmdi bizning 31-ci dərsimizdəki 2-ci məzmun, yəni 4-cü fəsli el-musanna, ismning neçilik şəkli, ikkilik şəkli. Biz ələqə ismning i'rabını sözləvatqa vaqtda olsun, yoki undan keyinki dərs jarayonida olsun, sözlərning odatda birlik, ikkilik, köplik bo'lganligi, ikkiliklarninki alif nun bilan keldiganligi raf'ilik holatda, ya nun bilan keldiganligi oldi zo'r qilgan nasbjarlik holatda, andaki ikkilikka munosabatlik muzab bo'lgan vaqtda nunlarning qanaq ketib qolishi, tushib ketish qatorliq bir muncha qoidalarni so'zlab o'tdik. Biz yuqoridagi qoidalarni asosan sahih ismni asos qilib turib so'zlab tushunib keldik hamda. Ism sahih bo'lgan vaqtda bilislar sarf qoidasida so'zning tarkibidagi kesal harfga qarab turib so'zni sahih ism yoki mu'tal deb ayiradi. Ism sahih bo'lgan vaqtida, masalan naqis bo'lmagan, maqsur bo'lmagan vaqtida tabii biz burun o'rgangandek kitobun desa, ikkilik holatda kitobani yoki nasbjarlik holatda kitobayni masalan yoki muzab bo'lgan vaqtda kitoba Muhammad degandek shakllarda qo'llansak bo'laveradi. Bu bizga nisbatan faqat qiyin emas. Ammo ism shunda maqsurlik ism bo'lib qolgan vaqtida yoki mamdudlik ism bo'lib qolgan vaqtida va shunga o'xshagan ba'zi o'zgarishlar yuz bersa, buningda ba'zi bir elishish kelib chiqadi. Bu ahvollarni so'zlasak bo'ldi. Hozir musanna so'zlaydigan muhim nuqta shu. Avval Abdur musannani ikkilik ismni ta'rif qilyotdi. Biz Abdurning ta'rifatini bir anglaylik. Al-musanna ikkilik ism deganimiz ismun ulhiqa bi akhirihi, shuna bir ism bo'lib, buning oxiriga alif yoki oldi zo'r qilgan ya alif ya raf'lik holatda alif, nasbjarlik holatda ya qo'shiladi va uning oxirisiga zo'r qilgan nun. Raf'lik holatda alif bilan nun, nasbjarlik holatda oldi zo'r qilgan ya bilan nun ikkili holatda bor. Ammo raf'lik holatni alif ifodalaydi, nasbjarlik holatni ya ifodalaydi. Mushu xil shakldagi ism. Nima uchun bunday shakl kirgizimiz esa li yadulla ala mufradayn ittafaqa lafzan va ma'nan. Mushada hukm o'xshash ikki hukmning borligini ifodalash uchun. Abdur deyotdi li yadulla yakki hukmni ifodalash uchunki lafzan ma'nan ittifoq kelganligini, masalan, mayli bir kitob bor, mayli bir kitob bor. Kitob. Labzami kitob. Ma'nami ma kitob shu kitobning o'zi shu olganda, o'sha kitoban deymiz. Ikki dona yakka o'xshash hukmning, masalan, talib ikki o'quvchi bor. Shuni ifodalamoqchi bo'lsak taliban. Muhammad ikki Muhammad bo'lsa, shuni ifodalamoqchi bo'lsak al-Muhammadan masalan. Kitoban, qalaman, asay kitob, qalam yakka. Mush yakka ikki bo'ldi, qalam. Kitob, ana shuni kitoban deb ifodalash uchun qanday qilinadi? Mush xil shakl kirgiziladi. Masalan, rajulan raf'lik holatda, rajulayn nasbjarlik holatda. Ma sahiylik ahvol. Biz hozirga qadar mush ikkilikni misolga olsak, davomli sahih so'zlarni misol qilib bizga nisbatan qiyin tuyulmoqlik. Ammo masala maqsurga kelgan vaqtda sal qiyinshiydi. Maqsurga kelsak, maqsur degandan keyin lam ko'z oldinglarga asqa, masalan, Musa, İsa dek ma ismlar kelsin kallanglarga. Agar alif, maqsurdagi alif vovdan o'tkazilgan musulasi. Chunki maqsurning alifi mangu aslida anda alif bo'lmaydi hamma holatda. Ba'zi vaqt vovdan o'tkazilgan, ba'zi vaqt yoddan o'tkazilgan, ba'zi vaqt asli alif bo'ladi. Mushdan qarab bo'ladi. Sulasida vovdan o'tkazilgan alif bo'lib qolsa, shu vovga qaytiradi. Masalan, asqa desa, asli asavun buning aslisi. Asavun. Kin asqa olab vav alif o'zgartirilgan sarfdagi qoidalarga asosan. Endi mush asa, hosil degan gap, tayoq degan gap. Mushuni ikkilik aylantirmoqchi bo'lsak, alif asli alif emas, aslida vav. Ikkilik aylantirish uchun shu alifni vavga o'zgartirib asliga qaytarib, andikin alif bilan nun yoki ya bilan nun akilimizga asqani as-saw qilib olib, andikin vav alif nun asqawan yoki asqawayn mana shaklda qo'llanamiz. Agar yodini o'tkazilgan bo'lsa, aslida alifning asli yoki vovdan o'tkazilibdi, sulasiydan ko'proq so'zlar degani 3 harfdan ortiq so'zlar ekan masalan. Yoki hech kimdan o'tkazilmabdi. Menda bo'lib qolsa, yog' o'tkazilib, andikin ishkilik qilindi. Masalan, raha desa, raha asli rahayadagi yoddan o'tkazilgan. Buni ishkilik aylantirishdan ilgari o'sha alifni yog' o'zgartirib, rahay qilib, andikin alif bilan undan qilib rahayan qilamiz. Malha desa, malhaun, lahun asli vovga munosabatlik. Malhadaki alif vovdan o'tkazilgan, lekin 3 harfni ortiq qo'yib qolgachqa, ya'ni yog' o'tkazib, malhay qilib alif bilan nunni yoki ya bilan nunni qilib malhayan deb bunda. Hubara desa, hubara asli hubara, hech nima o'tkazilmagan. Buni o'sha alif. Demak, alaqi mahzur usullar ikki xil ekan saboqdoshlar. 3 harflik vovdan o'tkazilgan bo'lsa, o alifni vovga o'zgartirib turib, alif nunni qildik ekanmiz. Yoki ya nunni, ikkilik o'zgartirishda.
Yadın özgergen bolsa, yoki vodun özgergen bolsa, to'rt taraflik uch harfdan ortiq bo'lib qolsa, yoki hech kim o'zgarmagan bo'lsa, yog'i o'zgartib alif bilan nunni kelib ikkilikka aylantirdik ekanmiz. Mavqoida shu. Endi mamdud ismlarda, alif bilan hamza bo'lgan ismlarda bu mamdud ismlarda kamzimi asli ma'lum bir narsani o'tkazilgan bo'ladi, tabiiy. Yoki asli bo'ladi. Shuni qarab turib ahvol o'xshamaydi ikkilikka aylantirgan vaqtida. Agar buning hamzasi asli bo'lib qolsa, masalan, qarra o'xshash, qarra'da qara'ada hamza bor. Shu qarra'ning hamzasi asli hamza bo'lib qolsa, tasbut, sabutlab turadigan, o'zgarmay muqim turadi. Masalan, qarra'an. Chunki asli hamza o'zgartirilmaydi uni. Agar ta'nis uchun kelgan hamza bo'lib qolsa, asli yo'q. Muannaslikni ifodalaydigan bir hamzalar bo'lib qolsa, bu o'zgartirildi. Masalan, hamra desa, asli ahmar, hamara, hamira yo'q u. Ahmarning ayollik shakli hamra o'g'achqa ayollikni ifodalash uchun kelgan hamza. Mana bu qog'ozga vo'g o'zgartib, hamra ne hamrau qilib, ani vo alif bilan nunni kelib hamrawan qilamiz. Agar vov yodin aslidagi vov yodin badalligini almashgan bo'lib qolgan bo'lsa, buni ikki xil qilsak bo'ladi. O'zgarmasini kelsak, bunday asliga qaytarsak bo'ladi. Masalan, kisawan, kisaan. Kisa desa kimga tegdi? Asli kasa yaksu. Bunda vov nutkelgan asli. Bunda holat bo'lib qolsa, ashu kisa tikamizini vov almashtirib kisa wan qilsak bo'ladi. O'zbek to'g'ib kisa an qilsak bo'ladi. Rida desa radiya, bunda yodni asli yodni o'tkazgan rida tikamizini yog' o'zgartib ma vovni o'zgargan ekan. Rida tika hamza vovdan o'zgargan, vovga o'zgartib rida wan qilsak bo'ladi. Ridaan deb hamzani asli akasak bo'ladi. Endi ikkilikka munosabatlik muhim mazmundan birisi amaliyotda deb bo'lgan mazmun ilgirgi darslarda izofat qilgan vaqtda ikkilikni nonni tashlash vojib bo'ladi. Biz bu necha deb bo'ldik? Ja'a g'ulama Zaydon o'xshash. Ondan keyin xussiya aliya deb ikki dona so'z bor arab tilida. Aliya deb mushu xussiya bilan aliyaning oxirisi kichik ta'va emasmi? Ikkilik aylantirgan vaqtda mushu ta boshqa yerda emas, chunki mushu ikki so'zlar tashlanadi. Xussiyan aliyan odatda boshqa vaqtda Fatimani ishga Fatima demoqchi bo'lsak, Fatiman demaymiz, Fatimatan deymiz. Ta tashlanmaydi. Lekin butun arab tili tavasida mushu ikki so'zda xussiya aliyah deb ikki so'zlar mushu ta'ni tashlab o'tib ikkilik aylantirdik ekanmiz. Xussiyan aliyanga o'xshash. Chunki ma'ni jihatda xussiyan aliyan desa, xussiyan degan bir narsa ma'nosida, aliyan degan bir ma'nosida, demak iliqi jup emas, bir narsaning ikkisidagi tasniyasidagi bir holat o'g'achqa, shuni tandash o'tib qol. Ammo ma'ma hozir qilmish degan gapning o'zi ikki so'z boshqa tepilmagan bo'g'achqa, u bakadidan ziyoda ep ketish ma'no emas. Chunki xussiyan aliyan ma'ni jihatda o'zi bir, lekin ikki deb qaraladigan narsalarning ismi o'g'achqa, bu yerda ayrim ikki narsa degandek bir ahvol yo'q. Chunki bu ma'ni jihatda faqat kelgan o'g'achqa, buningdagi lafz jihati ishkilik qilish ahvollari odatdagi ismlardan farqlanadi. Tamam. Ondan keyin yana bir muhim qoidadan birisi, biz odatda ba'zi vaqtlarda ikkilikka muzab qilishga muhtoj bo'lib qolamiz. Ikkilikka. Mushta vaqtda bir o'zgarish bor bu yerda, to'g'ri o'zgarishga bo'ladigan bir yo'l bor. Shuni olib turib aytadi. Iza urida idafatul musanna ila al musanna. Ikkilik ismga izofat qilmoqchi bo'lsak, odatda biz uyg'urcha o'ylab baqalamiz shu gapni. Masalan, Ahmad bilan Muhammad mening qashimga kirdi. Ikkam da o'shkilanchi. Ikkisining kitobi yutib ketibdi, biridan ikki kitobi. Endi shular ikkidan kirib menga. Ustoz, ma ikkolanning ikki kitobi yutib ketdimdi yoki ma ikkolanning kitobimiz yutib ketdi demdi. Tabiiyki, normal tilda ma ikkolanning kitobimiz yutib ketdi deydi chu odatda. Asli ikkolanning ikki kitobi yo'q. Ma ikkolanning quloqlari gap anglamamda deb qo'yamiz. Ma ikkolanning ikki quloqi demaymiz masalan. Demak, ikkilik narsaga izofat qilgan vaqtida tabiiyki mishad bir xil azroq bir o'zgarish bo'ladi. Shu abturmush o'zgarishini deb davatida ikkilik ismni ikkilikka izofat qilmoqchi bo'lgan vaqtida avval qismi jam'iy lafz bilan keltiriladi. Men bu yerda degandek ma ikkining quloqlari gap anglamamdi degandek-ku. Masalan, as-sariq va as-sariqatu faqtau aydiyahuma. Ikkisining bir necha qo'lni kesmoqchi emas, ikki qo'lni kesdi. Lekin aydahu yoki aydayhuma degandek bunda shaklda keltirib, aydiyahu deb mundalaqa, yadayhima deb bunda shaklda, ikkilik shaklda keltirmasdan aydiyahuma deb ko'plik shaklda keltirdi. Nima ish qodisa?
Labza ma'ni jihatda muttasil bo'lgan holatda ikkitasining birga kelishini yomon ko'rganlik uchunligini ikkilik birga kelib qolsa bir xil xato emas, lekin xato emas. Shu bizlarga ta'kid babida ja'ani zaydun yak ja'ani zaydani aynahuma mudduq a'yunuhuma mudduq. Asli aynahuma yoki anfusuhuma mudduq nafsuhuma mudduq. İşkilikni muzaf qilib akasin buludu. Lekin ahsan yo'l, ya'ni yaxshisi, to'g'risi qanday qilish kerak? Birinchi ishkilikni ko'plikka aylantiramiz. Faqat sag'at qulubukuma o'xshash ikki odamning qaran ikki yurak bo'ladi. Qur'oni Karimda qulub deb atadi. Odatda biz normal til logikasida shunday ifodalaymiz masalan. Naytliqi tashrak bir ishkilikni nasihat qilib, "Hey, ma ishkinglarning yurakinglar tashma" deb qo'yamiz-ku. Ishkinglarning ikki yurak demaymiz. Bir eg'izitdik, masalan, eg'izi nachar, gapsizga diqqat qilmay, ma ishkinglarning eg'izlaridan yaxshi gap chiqmamda deb qo'yamiz. Ishkinglarning ikki eg'izdan demaymiz. Bir xil ikki birga kelib qilish, bir xilliqi nima deymiz hamda balog'at qoidasi bo'yicha karahat sam'a degandek, va yoki shunga o'xshagan bir xil yiriklikni keltirib chiqaradi. Shunga makruh deydi bularlik. Lekin karahat degani yaxshi emas degandek. Lekin to'g'ri. Aynahuma ismi to'g'ri, a'yunuhuma ismi to'g'ri, nafsuhuma ismi to'g'ri, anfusuhuma ismi to'g'ri bo'laveradi. Lekin yaxshisi mudobni bo'lgan ishkilikni ko'plikka aylantirib ma'o eng yaxshisi. Shuning bilan 31-dars tugadi. 32-darsga kelsak, dars الثاني والثلاثون 32-darsda ko'plik masalasi keldi. Fil majmuani ko'plik to'g'risida. Yana ishkilik babida degan gaplarimiz bu yerda qayta takrorlaymiz. Biz kitobimizni o'qib, tamomishga kelgan qadar nurg'un mazmunning i'roblarida bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, kelgan misollarimizda birlik, ikkilik, ko'plik degan gaplarni so'zlab, navbat kelib qolsa ba'zi masalalarni tushuntirib keldik. Hamda ko'plik, ishkilikning tafsiliy ahvoli bek jiq emas masalan. Diqqo ishkilik degan shu alif bilan nun yoki va ya bilan nun bilan ishkilik aylantiriladi. Rafilik holat alif bilan nun, nasbalik holat ya bilan nun. Sayismlarda shu, naqsımlarda, manqusumlarda, maqsurusumlarda deb azroq bir o'zgarishlarni qilib deb tuqamda. Alif maqsuruga qismlardagi alif qismlarda o'zgartirish. Ammo majmuada jamida jamining turi erlik jami, ayollik jami. Jami mukassar, jami salim, jami kasrat, jami qillat deb jamining turi ko'p bo'lg'achqa sal tafsilot ko'proq savoqlashlar. Har holda o'rtaq bir alaydigan tushunchamiz nima bo'lsa, ko'plik degan nima bo'lsa, bir narsadan o'xshash bir qancha tur shakllanib qolsa ko'plik bo'ladi. Men bir kitobda o'xshash bir kitobda, yana shunga o'xshash bir kitobda, kitob bo'lsa, buning bo'ladi, kutub bo'ladi. Talib, tullob bo'ladi. Rajul, rijal bo'ladi masalan. imrat, nisa bo'ladi masalan. Ana bo'lib qolsa, nahnu bo'ladi masalan. Shu demak, bir narsadan ko'p son tepilsa, 2 dan ortiq son tepilib qolsa, buning hammasini biz jami deymiz. Mushu jamininki ifodalamoqchi bo'lgan ahvoliga qarab turib, jamini erlik, ayollik, jami salim, sog'lom jami mukassar, sundirilgan jami kasrat, jami qillat deb bilamiz. Tafsil nazaringlar kitobda bo'lsin. Abturda aytadi al-majmu'. Jami deganimiz nima desa, ismun yadullu ala 3 fa akthar min al-ahad. Birliklardan 3dan ko'p uqumni ifodalaydigan har qanday bo'lsin. Birliklardan degani, bunda bir ishkiga uqum bo'lingan. Men ahad degan deb qo'shgan sababi shu. Birliklardan 3dan ko'p har qanday uqumni ifodalasa jami bo'ladi. Onun mufradda o'zgartirish kirgizish orqali bitag'irin fi mufrad degan gap mufradiga o'zgartirish kirgizish. Mufradni cho'qim o'zgartiramiz-da. Masalan, o'zgartirish ikki xil bo'ladi, yo labzi yo taqdiri bo'ladi. Rijal desak, rajulning ko'pligi. Rajulni rijal o'zgartganligimiz tabiiy. Muslimunning ko'pligi, muslimning ko'pligi, muslimun. Oxirgi o'ni qo'shdik masalan. Ma labzi yo'g'anning misoli hozircha shuni bilib turamiz. Taqdiri yo'g'anning misoli fulkin desak, ustun o'lchami bilan. Buni fulkni ko'plik deb qaraymiz. Chunki buning o'lchami fu'lan. Yana bir fulk va, lekin mavquflan o'lchami bilan. Bu nima degan gap desanglar, mush fu'lan o'lchamida birlikmi bor, ko'plikmi bor. Masalan, quflan birlik ism, fu'lan o'lchamida. Usdan fu'lan o'lchamida ko'plik ism. Hamda fulkun degan so'z arab tilida shu fulkun holatda ko'plik shaklda qo'llanildi, birlik shaklda qo'llanildi. Buning ko'pligimi fulkin, birligimi fulkin. Bu qanday gap desa, yo'q, bu ikkisi ikki vazni.
Afulkun köplük. Afulun. Mafulun birlik. Mafulunda mesela quflun o'xshash bunda so'zlar bor. Afulunda ustun o'xshash so'zlar bor. Gerçi ikkalisi shakl jihatda o'xshagan bilan qo'llanish jihatda fu'linninki birlik ismlarda qo'llanadigan yermi bor. Ya'ni shu fu'linninki ko'plik shaklda qo'llanadigan yerlarmi bor. Mushu munosabat bilan fulkin holatda ham ko'plik ham birlik qo'llanilganini labzan o'zgarish olmasimi taqdiran amaliyat mohiyatda ikki xil vazni va deb tushunamiz hamda amal yo'q boshqa. Shaklan o'zgarmadi lekin bir farq mufratdagi damma bilan sukun fu'lin degandagi fa'ning dammasi aynninki sokinasi asli qoflonga o'xshash. Lekin jamida aradiyan degani ham arzi kin o'zgarish bo'lgan. Chunki asli fu'lin emas, ko'plik shakldagi fu'lin. Men kalimiz shuni olaylar. Fu'lin ko'plik shakldagi fu'lin asli fu'lin emas. Kin o'zgargan fu'lin. Lekin birlik shakldagi fu'lin asli birlik. Shu aninkini asli, aninkini arzi deb qo'ysa. Bu gapning amaliyotda amaliy shaklda nimasi yo'q, ta'siri yo'q gap. Ammo biz bilib olsak bo'ladi, ba'zi bir so'zlar borki arab tilida labzi bir holatda ham ko'plikka ham birlikka qanaqa qilingan ishlatkili bo'ladi. Mushuni tushunib olsak, bizning asosliq bilmoqchi bo'lganimiz mush shu. Mushning hozir men bir gapni alohida ta'kidladim. Men arab tilida shunday so'zlar borki, labzi o'zgarmasmi, birlik ko'plik ishlatilgan deb va alayhi degani shu qoidaga asosan qavm deganda shu bo'yicha tushunamiz. Qavm degan birlik ham ko'plikka ma'noda. Ya'ni bu ko'plik olmaydi, uning birligi topilmaganligi uchun degani qavmni birlik hukumda ishlatamiz, ko'plik hukumda ishlatamiz. Buni bir şey ko'plikmi deyman, la yakunu jamoa degan ko'plikmi deyman, chunki birligi yo'q masalan. Mana mushu demak shu. Lekin grammatika nuqtasidan qavmni ko'plik emas deb muomala qilamiz. Ammo ma'no jihatda ko'plik qo'llansak bo'ladi, birlik qo'llansak bo'ladi masalan. Ja'anil qawmu kulluhum deb, kulluhumdagi hum damir qavmga qaytadi masalan. Ma'no jihatda ko'plik. Ammo muomala jihatda ko'plik demay nimishqa, uning aloqa o'lchimida birlik qaytadigan o'lcham yo'q. Mana shakl. Xo'sh, ko'plik to'g'riliq masalalar shunchalik oydinlashgan bo'lsa, ko'plikninki jamininki turlari kelayli. Jami ikki turga bo'linadi. Avval musahhah bayatın salim deb berganim shu. Aslida qarasanglar mukassar, ya'ni bayatinki g'ayri salim deganim shu. Musahhah deganimiz birligining qurilishi o'zgarmaydigini degani, birlik holatini bir narsa qo'shib bilan ko'plikka aylantiramiz, birlikning aslidagi qurilmasi o'zgarmaydi. Masalan, muslimun ni ko'plikka aylantirmoqchi bo'lsak, oxirgi vov bilan nun bilan qo'shimiz butun i'rob o'zgarmasdan ko'plikka aylanadiki, muslimuna hech qanday o'zgarmaydi. Mukassar deganimiz birlikning qurilishi o'zgargandan keyin shakli o'zgaraydi. Hatto harflardan tatib olinishib ketadi. Masalan, imroatning ko'plikka nisoga o'xshash. Rajul, rijal, rajulun, rijalun. Endi musahhahning o'zi ikkiga bo'linadi. Muzakkar salim, muannas salim. Erlik sog'lom ko'plik, ayollik sog'lom ko'plik deb. Muzakkar salim deganimiz oxiriga vav oldi qo'shilgan, oldi zarur qilgan vav, zarur qilgan nun qo'shilib muslimuna o'xshash. Yoki oldi zarur qilgan ya qo'shildi musliminaga o'xshash, zarur qilgan nun bilan. Bu ahvol tushunasizlar. Boshqalish holatda muslimuna, igilikli tushunilish holatda muslimina uni tushuntirish hojatsiz. Endi misha kelgan vaqtda Abdur bir gapni chala qo'ydi. Haqiqatan yoki kitobda tilg'alanmadi, ya keyin dekana. Sizlar bir kichik bir qur'onni o'qib qo'yishdan ilgari keyinga qarasanglar, mushu jami muzakkar salimda agar ism bo'lib qolsa, muzakkar aqilga alam bo'lish shart qilinadi, ta'din xoli degani, vovun bilan jami qilinadigan ism, aqilliq bunda inson degandek bunda. Aqilliq turga tabiiy maxluq bo'lish kerak. Jonsiz yoki aqlsiz hayvonlar bo'lib qolsa, u vovun bilan jami qilinmaydi. Ashgapni deb bo'lgandan keyin bir savol keladi-ki, unda o'z arablarning ig'izdan sinun, ordun, sibun, qalun degan gaplarni uchirtimiz. Bularning ma'nosiga qarasak, hech qaysi aqlli emas. Sinun degan yil degan gap, ordun degan zamin, buni degan gap desa, buning Abdur javob berdiki, fashazun. Bularning vovni bilan jami qilinsa, shaz ahvol degani qoidadan sirt ahvol, qoidani buzolmaydi. Qoida alam xos ism bo'lib qolsa, aqlliq narsalarga xos ism bo'lish kerak. Deplan bo'ldi qildi. Agar sifat bo'lib qolsa-da, ism bo'lib qolsa, alam xossim bo'lish shart ekan. Agar sifat bo'lib qolsa, buni nima shart qilinadi desa, yuqoridagiga qo'shilib, izofatan ila ma zikrdagini aqlliq narsalarga bo'lish kerak. Masalan, ayyakuna alaman limuzakkar aqil degan gapdan boshqa
af'alu fa'la ölçümüden çıqqan bolmaslık kerak. Masalan, ahmar desek ayollik ahmar chiqadi. Buni vovunun bilan ko'plik qilib ahmarun degilolmaydi. Yoki fa'lan ayollik fa'la chiqmaslik kerakki, sakran ayollik sakra ma'ni vovunun bilan ko'plik qilib nim degilolmaydi, sakranun degilolmaydi. Va yoki ayol barabar bo'lgan sifatlar bor bir qism. Masalan, sabur, jarih qo'xlash, imra'atun sabur, rajulun sabur ma'ni vovunun bilan jami qilib saburun, jarihun degilolmaydi. Mushu shartlar hosil bo'lsa, vovni bilan jami qilindi. Unda bo'lsa, qayta bir qitim muayyanlashtirsak, vov nun bilan jami qiladigan jami muzakkar salimning sharti ism bo'lib qolgan vaqtda muzakkar aqilninki alim bo'lishi kerak. Sifat bo'lgan vaqtida muzakkar aqil uchun bo'lgandan boshqa af'al fa'la o'lchimida kelgan yoki fa'lan fa'la o'lchimida kelgan masalan yoki ayol o'rtaq bo'lgan sifatlar bo'lib qolgan misla qolgan har qanday sifatni vovni bilan qanday qilib bo'ladi jami qilib bo'ladi. Undan keyin Ceminin nununu xuddi ishkilikning nuniga o'xshash, musannaning nuniga o'xshash biz darsning boshlardimi deb o'tib ketdik. Muzaf bo'lgan vaqtda tushkizdi. Bu sizlarga nisbatan aydan shu avtorda aytadi. Va yajibu hasf nunihi bil idafa izafatan jamu muzakkar salimning nunini tashlash vojib bo'ladi. Muslim misraga o'xshash. Xo'sh, yuqoridagi tushunchalar amaliyotda bizga mushu darsga kelishdan ilgari bo'lib bo'lgan. Chunki biz kitobimizni o'qigandan tortib yoki boshqa kitoblarda olsun jami muzakkar salim desa mushu xil shaklda tushuntirib keldik. Bu qulay. Bu sahih ismlardagi jami muzakkar salimning gapi hada fi sahih degani sahih ismlardagi bayatni dedim-ku, mu'tal ism sahih ism deb ayrildi. Sahih ismlardagi qulay. Ammo mu'tal ism, ya'ni manqus ism bo'lib qolsa yoki boshqa shaklli ism bo'lib qolsa ahvol qanday desa, manqus ism deganimiz biz ismning i'robini bayon qilgan vaqtda so'zlaganda qilgan ismlarda bo'lsa, oxirida yava, oldi zir ismni manqus ism deymiz. Qodi, g'ozi degandek, u vaqtda uning yosi tashlanadi. Masalan, qodi deb yoni tashlab o'tib, qaduna. Ra'i deb yoni tashlab o'tib, ra'una. Ramin tashlab o'tib, ramuna. Shu odatda biz sarf bo'lgan vaqtda shu plan turlab qolsaqmi, ramadin ism fa'il ramiyun chiqadi emasmi? Rami yolg'iz gap qolsa raminda. Ramin, ramiyani, ramuna deb yana tashlab turib, andiki vovun bilan jami qilib turib turlaymiz shu vaqtda. Ma'u manqusli masalasi, boshqa gap yo'q. Maqsurda alifni tashlab o'tamiz, alifning oldidagisi zo'r holatda qoladi. Tashangan alif qo'llanadi. Maqsur ismning har qanaqaning alifning oldi zo'r emasmi? Masalan, Mustafa alifni tashlaymiz, Mustafa. Vovunun aklimiz Mustafa'una bunda shaklda. Shu Mustafa'ni turlasak, Mustafa ya'ni Mustafa'una deb bunda shaklda turlaymiz. Andakin biz o'zimizning gapiga kelsak, biz bayatdan jamini ikkiga bo'lgan musahhah mukassar deb, musahhahni ikkiga bo'ldik, muzakkar salim, muannas salim deb. Muzakkar salim degan vovni bilan jami qilingan muzakkar salim ekan. Endi muannas salim degan qaydasi, muannas salim deganimiz uning oxiriga alifta qo'shilgan, ayollikni ifodalaydigan ko'plikni muannas salim deymiz. Buning sharti sifat bo'lib qolsa muzakkar bo'lish kerak. Uning muzakkar bo'lib qolsa, uning muzakkar vovni bilan jam. Undaganda muannas salim muzakkar salimdan manda mangadi. Muzakkar salim bo'lgan sifatlarni muannas salim qilg'ili bo'ladi. Masalan, bayat muslimunani muzakkar salim bilan ko'plik qildik emasmi? Muannas salim bilan ko'plik qildik, muslimatun qilg'ili bo'ladi. Agar muzakkar yo'q bo'lib qolsa, bu vaqtida ta'din xoli bo'lmas kerak ekan. Ta bilan kelgan bo'lsa bo'ladi, ta'ziz bo'lib qolsa, uning shakli boshqa. Masalan, al-haiz hamil desa, haiz hamil deganlarning muzakkari yo'q. Ayolga xos ahvol bu. Bular ta'siz gap qilganlik uchun bularni haizun hamilin degilolmaydi. Havaiz havamil chiqadi. Ta'vilan gap qilsa, andagin alif ta'vilan. Masalan, daribatun desa, daribatun masalan. Uning va aliki bor lekin agar ism bo'lib qolsa, alif ta'vilan shartsiz jami qiz bo'ladi. Masalan, hindunni hindat degandek shaklda ism bo'lib qolsa, yuqoriga shartni qo'ymasdan alif bilan jami qilsak bo'laveradi. Shuning bilan muzakkar salimni musahhahni ikkiga bo'lgan to'q muzakkar salim muannas salim bu masala tugadi. Endi jami mukassarga kelaylik. Mukassar degan nima desak, bayonda to'q birlikninki shakli o'zgarib bunda sunub. Mukassar sungan degan ma'noda birlikning shakli o'zgarib ko'plikka aylantirilganini. Jami mukassarga kelsak, sulasidagi bu sig'isi ko'p bo'lib qoidalik emas, g'ayri mazbuda degani ana muayyan shaklda amanda degilolmaydi. Masalan, qarasak, rajulni rijal qilgan, imroatni nisa qilgan yoki nisva qilgan, masalan. Buning muqim taraqliq shakli yo'q. Arablarning qanday kelsa, to'g'ri bilsam degani qanday kelsa, shu payt kitoblarda qanday kelsa, arablarning ig'izni qanday anglasak, shu payt o'rganamiz. Masalan, rijlning arjul, dursunning adras, masalan,
qalbinin qulu har xil shaklda. Ma üç harflik ismlarning gapi. Üç harfdan ortiqladi masalan, faalil shaklda qiladi. Jafir, jadavulga o'xshash, Jafar jadvalining ko'pligi qiyas shaklda sarf tugangandek. Ammo bu haddan ziyada ko'p emas. Tamam. En ahırda o cemi mukasser ma'ni jihati ikkiga bo'linadi. Birisi cemi qillat. Cemi qillatning o'zining ma'nisi ham chiqib turibdi. Ozliq ko'pligi degan gap ma'nosi va ko'p ma'ni ifodalaydi. Ya'ni u o'simi 10 tuan hukmni ifodalab dalolat qilish ishlatiladi. Cemi qillatning qurilmalari af'ul, af'al, fi'la, af'ila deganda qurilmalar, masalan ashhur desa, oylar degan bo'ladi. Bir 10 tuan oy, a'mal 10 tuan ish, fitya 10 tuan kichik yigitlar, amida 10 tuan turuklar. Ammo yana mushlarga alif lam kirish orqali yani son cheklamasi buzilib, jins istig'roqni ifodalab qolsa, ko'pga ma'ni beradi. Ammo mushu qurilmalar jami qillatning qurilmasi deb tushunib olsanglar bo'ladi kalanglarda. Hatto ba'zi kitoblarda bayatanga jami muzakkar salim bilan jami muannas salimni jami qillatning qatoriga tiqadi. 10dan yuqori ma'maydi deb odatda. Ammo alif lam bilan lam unda 10 degan cheklamalar tugaydi. Chunki alif lam ya istig'roqni ifodalaydi, ya jinsni ifodalaydi, lam ma'na kelib ketadigan gap. Ikkinchi jami kasrat deganimiz 10dan yuqori hukmlarga ishlatiladi. Ma 4dan boshqa qurilmalarning hammasi jami kasrat bo'ladi. Endi mushu bayatanga jami qillat olsin, jami kasrat olsin, o ikkisining har biri yusta'mal kullu minhuma degan o ikkisining har biri yana birining o'rnida qaraylar ishlatiladi. Masalan, val mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru desa, mutallaqatni jami kasratni qatoriga tiqatdi ma kitobda. Ma kitobning o'zida 10dan yuqori ishlatilib qolsa masalan bu. Yoki men bayatlagan ba'zi kitoblar jami qiladigan qatoriga tiqiliq dedim. 10dan teng ishlatilib qolsa, bu ma'no bek tardar bo'lib qoladi. Masalan, lekin mendagi alif lam bilan lam yoki salasata quru masalan, ma quru degan hukmlar bilan lam masalan, qanaqilni yuradi, ishlatilni yuradi. Masalan, mutallaqat yoki 10dan yoki bo'lmasa abturnom demoqchi bo'lgan mutallaqat emas, quru bo'lib qolsa, masalan o'rinda qarasak af'ul, af'al, fi'lat, afilatning ichida yo'q ekan quru. Andogan jami kasrat bo'ladi ekan. Ammo aqro boyadagi af'alga tushadi. Demak, mana shaklda aqro va qur'nim bo'lsa, jami kasrat bo'lsa, aqro jami qillat bo'lsa, yani almış ishlasa bo'ladi degandek, asosan balog'at hukmlari bilan yoki jumladagi qarinlar bilan yoki oldin kirgan alif lamlar bilan yoki nakir tanvinlar bilan buning hukmi mana biz tushuntirayotgan tar doiradan chiqib ketaveradi. Uni sizlar bir doiraga tarlashtiramiz ham bo'ladi, ha. Shuning bilan darsimiz oxirlashdi. Darsdan keyin tavsiya qilganimiz o'quvchilarimizga mush tadbiqotlarga alayda Ahmad Basanglar do'skudagi aqranlik tadbiqotlar bugun o'qigan 31-darsning tadbiqotlari, qizil sariq rangliklari 32-darsning tadbiqotlari, har birisida misollar berildi, i'rob berilgan misollar berildi, oyatlardan, odatdagi amaliy misollardan berildi. O'zinglar mushuni amaliy ishlab, astoydil ishlab, kitobdan avval o'zlashtirib bo'lganligini amaliy ishlab, tadbiqlab olsanglar bo'ladi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.